estet pivalar haqida gapirganini ko'rib qopman. Boshimoy shunaqa odamlarga hayron qolaman. Tepada властьda prezidentimiz bor, uni yordamchisi bor. Ruxsat berishdimi? Nima sababdan berishyapti? Eta festivallar turistlarni jalb qilish uchun qilinayotgan festivallar. Sen chichqoqlarga ash domlalar nasihat o'qisayu, sen xotinlarni hammasini 5 ta 6 ta xotin qilib, mincha o'zi cho'chog'ing. Bo'ying 1.50 mi Lilliput bilak. Lilliput yobini masjid qurgan bo'lsang, o'zingni pulingga qurganing yo'q, ehson to'plab qurding. Shu ehsonchilar ham biznes qilib oldi. Yarimi cho'ntakka, yarimi mashinaga, yarimi o'ynashlariga. Sardor Rahimxon vobshe biznes qilib oldi. Bilak hayron qolaman. Senlarni gapirishga haqqing yo'q, tepamizda vlast bor. Ya'ni Sibris proyektini ham hamma blogerlar, bir narsalar, ekologiya, bir narsalar gapirib chiqdi. U yerda prezidentimiz bordi. U odam bilan Elmanmi? Kim edi ismi chiqib qoldi, quriyotgan odamda. Короче, Emin bilan borib uchrashdi, proyektni ko'rdi. Prezidentimiz ham odamlarga zarar keltiradigan narsaga ruxsat bermaydi-ku. Kallani ishlatinglar, ashu Sibirisni polniy joyidan 1%ni olyapti-kan xolos. Ekologiyasini buzmayman, hamma yo'g'iga o'zim javob beraman deb quryapti-yu. Turist ko'paygan sari o'zimizda ish joyi ko'payib, hamma yo'q arzonlashib, juda ham zo'r bo'lib ketishimizni xohlayapti davlatimiz prezidenti. Sizlar u yerdan ming'ir-mir bu yoqdan mana Lilliput yana dars beryapti bolalarga. Yaqinda toshog'inga ip bo'ylab olib mashina tortib yotuvding. Itga keragi yo'q, bloger eding. Yoshlarimiz buzilib ketmasin. Piva festivali, mangal festivali turistlar uchun qilinyapti. Чтобы davlatimizda turistlar ko'paysin. Bizda ham Turkiyaga o'xshagan ko'radigan joylar juda ham ko'p. Aeroportni kattaytirishsin, aeroportni rivojlantirishyapti. Чтобы turistlar ko'p bo'lsin. Xalqimiz Rossiyada xor bo'lib, patentda o'chirib turmasin. Senlarni o'rganishib olgansan, jicha puling tugasa sirazi ehsonga tiqishasan, jicha puling turasa sirazi 3 ta jentrani qo'yib qo'yib, mana sizlarga podarka, mana berishasan senlar. Hech qachon hech qaysining podarkani naq o'zingni pulingga olib bermaysan. Senlar konchinniysanlar. Menga o'xshab, даже men trans bo'lsam ham o'zim pulimga qilaman ehson qilsam. O'zim pulimni yonimdan chiqarib reklamaga to'plangan pullarni hammasini ehson qilib yuboraman. Erkak bo'lib senlar ham o'zingni pulingga qilish, gapirib chiqishni bilsa, sen kimsan? Lilliput bilan 10 santimetrli, 2 santimetrli cho'chog'ingga ip bo'ylab olib sudrab yuravding. Aql o'rgatasan xalqqa. Davlatimiz Toshkent hokimi prosta tak ruxsat bermayotgandir. Kallasi ishlar, tarbiya oilada bo'ladi. U ko'chada bo'lmaydi. Ko'chada ko'rib qolsa piva ichayotganini men ham ichaman ekan deb tarbiyasi buzilib ketmaydi. Tarbiya bu yerda bo'ladi. Sen tarbiya berib qo'ydingmi? Cho'chog'ingga ip bo'ylab mashina sudrading, uni qilding, buni qilding, PR qilib tepaga chiqib olib, hammadan ehson so'rab, bitta masjid qurib qo'yib, bunda ham yig'lab, Abror Muxtor meni afsusdash qildi, men bo'ldi qurmayman deb yig'lab chiqding. Keyin ayting Instagramdan ketaman, bo'ldi. Mana ketasan, sen PR qilasan. O'sha nonni issig'ini bilib olgansan, sen qaytadan olib yeyishdi. Aferist. Hammani pulini to'plab bitta qo'yib masjid qurib qo'ymay endi velikiyman. Bo'xti yemaysanmi? Endi taklif qilsa qizlarni xafa qilgim kelmaydi. Mencha cho'chog'ingni nimcha maqtanding? Itga keragi yo'q cho'chog'ingni. Geylar menga rosa yozadi. Seni tursigini hidatmaydi geylar. Sendaqa lilliputlar yoqmaydi geylarga. Aptini qara, obizyonadan farqing yo'q. Lilliput bilan o'zidan Apollon yasab olgan. Apollon bittasi aytadi, men bir haftalab xotinimga yozmayman, arrazlab yuraman. Bulak burun 70 metr, maytida garbinka yo'q to'ymaydi. Urod, bunaqa urodlarga tursigim, men transvestit tursigimni bermayman hidatgani. Ahvo bittasi Lilliput chiqib olib, domlalar bir gapirib qo'yinglar, men gapirdim, ko'timga sikib qo'yishdi. Endi sizlar gapirib chiqinglar, endi istoriya qo'yib yuraman. Chichqoq nima qilmoqchisan? Xotinlar paranjiga o'ranib, qul bo'lib, domlalarda aytganini qilib, 3-4 xotinga chidab yashashini xohlayapsan. Bunaqa bo'lmaydi.